pensionerlar, iltimos. Bugungi gapimni juda jiddiy qabul qiling. Sizga mana shu qog'ozga imzo qo'ying. Bu oddiy rasmiyatchilik deyishsa, darhol imzo chekmang. Bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan insonlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta imzo ba'zan pensiyadan ayrilishga, qarzdor bo'lib qolishga, uy-joy yoki pul masalasida katta muammoga tushib qolishga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga qaysi qog'ozlardan ehtiyot bo'lish kerakligini, nimalar o'zgarganini, kim xavotir olish kerakligini va amalda qanday yo'l tutish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida eshitgan odam o'zini ham, oilasini ham asraydi. Avvallari ko'p masalalar oddiy ishonchga tayanib hal bo'lardi. Mahallada tanish odam kelib, "Xola tog'a, bu hujjatga imzo qo'ying, sizga yordam beramiz" desa, ko'pchilik o'qimasdan imzo qo'yib yuborardi. Bankda, dorixonada, ijtimoiy yordam bo'limida. Hatto uyga kelgan notanish odam oldida ham rasmiy qog'oz ekan deb ishonish holatlari ko'p bo'lgan. Odamlar men pensiyadaman, mendan nima ham olishar deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya oluvchi odamning nomida bank kartasi, doimiy tushum, uy-joydagi ulush, yer, subsidiya, kompensatsiya, ijtimoiy yordam huquqi bo'lishi mumkin. Firibgarlar aynan shuni ko'radi. Hozir vaziyat boshqacha. Ko'plab xizmatlar raqamli tizimga o'tdi. Bank kartalari, mobil ilovalar, elektron shartnomalar, masofadan kredit olish, ishonchnoma, rozilik arizasi, plastik karta orqali to'lovlar ko'paydi. Bir qarashda qulaylik. Lekin shu qulaylikning ichida xavf ham bor. Ba'zi hujjatlar oddiy ariza ko'rinishda bo'ladi. Ammo uning ichida men roziman, men da'vo qilmayman, men qarzimni tan olaman, men vakolat beraman, men pulni oldim, men uy-joydagi ulushimdan voz kechaman degan mazmundagi bandlar yashiringan bo'lishi mumkin. Siz esa faqat oxiriga imzo qo'yasiz. Keyin muammo chiqqanda men bilmagan edim deyish qiyinlashadi. Chunki qog'ozda sizning imzoingiz turadi. Men ko'p uchratadigan eng xavfli bo'lish shunday. Bu shunchaki formalnost, xolos. Mana shu gapni eshitsangiz, yanada hushyor bo'ling. Haqiqiy halol xodim hech qachon sizni shoshirmaydi. U hujjatni o'qib chiqishga vaqt beradi, savollaringizga javob beradi, nusxasini beradi. Yaqinlaringiz bilan maslahatlashishga qarshi bo'lmaydi. Shoshirish, qo'rqitish, bugun imzo qo'ymasangiz pulingiz to'xtaydi. Ertaga kech bo'ladi, hamma imzo qo'yapti, siz tushunmaysiz. Men bilaman degan gaplar esa xavf belgisi. Birinchi navbatda pensioner hech qachon mazmunini to'liq tushunmagan hujjatga imzo qo'ymasligi kerak. Hujjat katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, bitta varaqmi, 3 varaqmi farqi yo'q. Agar u yerda sizning familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, PIN raqamingiz, bank karta raqamingiz, telefon raqamingiz yoki uy manzilingiz yozilgan bo'lsa, bu jiddiy hujjat bo'lishi mumkin. Oddiy ro'yxat deb ham imzo yig'ishadi. Masalan, pensiya qayta hisoblanadi, moddiy yordam beriladi, dorilar bepul tarqatiladi, sanatoriyaga yo'llanma chiqadi deb qog'oz tutishadi. Siz nima uchun imzo qo'yayotganingizni aniq bilishingiz shart. Oddiy misol keltiraman. 68 yoshli ayolga tanishi sizga 1 million so'm yordam chiqaramiz. Faqat ariza yozib imzo qo'ying deydi. Ayol imzo qo'yadi. Keyin bilsa u aslida mikroqarz shartnomasiga rozilik bergan bo'ladi. Hujjatda qarz 3 million so'm, xizmat haqi va foizlar bilan 5 million so'mga chiqadi. Pul esa uning kartasiga tushib, keyin yordam beraman degan odam tomonidan yechib olinadi. Ayol o'zi pulni ko'rmagan, lekin qarz uning nomida. Bank yoki mikromoliya tashkiloti uchun asosiy dalil shartnomada imzo bor, SMS kod kiritilgan yoki karta orqali tasdiqlangan. Mana shuning uchun men doim aytaman, imzo faqat ruchka bilan qo'yilmaydi. SMS kod ham imzo o'rnida ishlashi mumkin. Ikkinchi xavfli holat ishonchnoma. Ba'zi farzandlar yoki qarindoshlar ota-onasiga pensiyangizni olib kelishim uchun ishonchnoma kerak dedi. Agar ishonchnoma faqat pensiyani olishga berilsa, boshqa masala. Lekin ayrim ishonchnomalarda juda keng vakolatlar yoziladi. Bank hisoblarini boshqarish, mulkni sotish, hadya qilish, shartnoma tuzish, sudda vakillik qilish, kredit olish, arza berish. Pensioner esa men faqat kartamdan pul olib keladi deb o'yladim deydi. Shuning uchun ishonchnomada aynan nima yozilganini bittama-bitta o'qish kerak. Barcha vakolatlarni beraman degan jumla juda xavfli. Men bunday hujjatni ko'rsam, albatta toraytirishni maslahat beraman. Faqat falon bankdan pensiya mablag'ini olish, faqat falon muddatgacha, faqat ma'lum harakat uchun. Uchinchi holat uy-joy va meros masalasi.
Ko'p pensionerlar uy baribir bolalarimga qoladi deb hadya shartnomasi yoki ulushdan voz kechish hujjatiga oson imzo qo'yadi. Lekin hadya bilan vasiyat bir xil narsa emas. Vasiyatda odam tirikligida mulk egasi bo'lib qoladi. Vafotdan keyin meros masalasi ochiladi. Hadya shartnomasida esa mulk hozirning o'zida boshqa odamga o'tishi mumkin. Masalan, 72 yoshli ota uyini o'g'liga hadya qiladi. Menga qaraydi, uyda yashayveraman deb o'ylaydi. Oradan bir yil o'tib kelin bilan kelishmovchilik chiqadi. Uy allaqachon o'g'il nomida, ota o'z uyida mehmondek bo'lib qoladi. Albatta hamma farzand yomon emas, lekin hujjat hissiyot bilan emas, oqibatini tushunib imzolanishi kerak. 4-holat pulni oldim degan tilxat. Siz hali pulni qo'lingizga olmagan bo'lsangiz, oldim deb yozilgan qog'ozga imzo chekmang. Masalan, kimdir sizdan yer sotib olmoqchi yoki biror kompensatsiya puli berilishini aytadi. Hozir imzo qo'ying, pulni keyin beramiz deydi. Hujjatda esa falon summa to'liq olindi, davoyim yo'q deb yozilgan bo'ladi. Keyin siz pul talab qilsangiz, ular mana o'zingiz imzo qo'ygansiz, pulni olganman degansiz deb chiqadi. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'rganman. 10 million so'm, 10 million so'm, hatto undan katta summalar bo'yicha odamlar qog'ozdagi bitta jumla sabab isbotlashda qiynaladi. 5-holat. Pensiya. Nafaqa yoki ijtimoiy yordamni qayta hisoblash bilan bog'liq arizalar. Haqiqiy davlat tashkiloti yoki pensiya jamg'armasi bo'limi ariza qabul qilsa, u yerda hujjatning nomi, sana arizaning mazmuni aniq bo'ladi. Lekin ba'zida sizga qo'shimcha pul chiqadi deb turli odamlar hujjat to'ldirtiradi. Pensiyani qayta hisoblash uchun odatda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi hujjat, pasport ma'lumoti kabi aniq asoslar kerak bo'ladi. Hech kim sizdan bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, mobil ilova parolini so'ramasligi kerak. Agar kod keldi, ayting pensiyangiz oshadi desa. Bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerak. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar, bolalari uzoqda bo'lganlar, ko'rish yoki eshitish sustlashganlar, telefon va bank ilovalarini yaxshi tushunmaydiganlar, yaqinda uy-joy, meros, subsidiya yoki kompensatsiya masalasi bo'lganlar, qarindoshlar orasida nizo bor oilalar. Bunday vaziyatda odamni aldash osonroq bo'ladi. Lekin men savodliman, meni aldashmaydi deb xotirjam bo'lish ham noto'g'ri. Firibgarlar savodsiz odamni emas, shoshayotgan, ishonayotgan yoki uyalayotgan odamni nishonga oladi. Ba'zi pensionerlar o'qib bering deyishga uyaladi. Men aytaman, uyaladigan joyi yo'q. Sizning imzoingiz, sizning huquqingiz, sizning pulingiz, sizning mulkingiz bilan bog'liq. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz rasmiy idoraga o'zingiz borgan bo'lsangiz. Navbatdagi xodim sizga hujjat mazmunini tushuntirsa, hujjat nomi aniq bo'lsa, nusxasini bersa, siz o'qib chiqib tushunsangiz va unda ortiqcha vakolat, qarz, voz kechish, da'vodan voz kechish kabi bandlar bo'lmasa, bunday hujjat odatiy bo'lishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotini yangilash, pensiya kartasini almashtirish, arxiv ma'lumotnomasini so'rash, sanatoriyaga navbatga turish bo'yicha oddiy arizalar bor. Lekin baribir har safar mazmunni o'qish kerak. Xavotir olmaslik imzo chekishdan oldin tekshirmaslik degani emas. Endi eng nozik joylarini aytaman. Birinchi tuzoq, bo'sh joy qoldirilgan hujjat. Agar qog'ozda summa yoziladigan joy bo'sh bo'lsa, sana bo'sh bo'lsa, oluvchi yoki beruvchi nomi bo'sh bo'lsa, hech qachon imzo qo'ymang. Keyin to'ldiramiz degan gapga ishonmang. Keyin u yerga siz kutmagan summa yoki mazmun yozilishi mumkin. Agar hujjatda bo'sh qatorlar qolsa, ularni chizib qo'yish kerak. Bu oddiy ehtiyot chorasi, lekin juda muhim. Ikkinchi tuzoq davoyim yo'q iborasi. Bu ibora ko'pchilikka oddiy ko'rinadi. Aslida u sizning keyin talab qilish imkoniyatingizni kamaytirishi mumkin. Masalan, uy ta'miri uchun pul kelishi kerak edi. Sizga 2 million so'm berishdi. Aslida 5 million so'm hisoblangan bo'lishi mumkin. Siz esa to'liq oldim, davoyim yo'q deb imzo qo'ysangiz, keyin qolgan pulni talab qilish qiyinlashadi. Men doim maslahat beraman. Agar pul qisman berilgan bo'lsa, qog'ozda ham qisman oldim deb yozilsin. Agar pul umuman berilmagan bo'lsa, oldim degan so'z bo'lmasin. Uchinchi tuzoq telefon orqali tasdiqlash. Hozir ko'p shartnomalar elektron tarzda tuziladi. Siz qog'ozga imzo qo'ymagan bo'lishingiz mumkin, lekin SMS kodni aytib yuborsangiz, elektron rozilik bergan bo'lasiz. Men telefonni tushunmayman degan gap keyin sizni to'liq himoya qilmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarning farzandlariga ham murojaat qilaman. Ota-onangizga bitta oddiy qoida o'rgating. Bankdan, davlat xizmatidan, pensiyadan,
kartadan kelgan har qanday kodni hech kimga aytmasin. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi, prokuratura, mahalla ijtimoiy himoya, pensiya bo'limi deb tanishtirsa ham aytmasin. 4-tuzoq, notariusda shoshilish. Ko'pchilik notarius bo'lsa, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Notarius hujjatni rasmiylashtiradi. Taraflarning shaxsini tekshiradi. Lekin sizning oilaviy kelishmovchiligingizni, ishki niyatingizni kelajakdagi xalqni sizdan yaxshi bilmaydi. Agar siz hadya shartnomasiga imzo qo'yayotgan bo'lsangiz, bu hadya ekanini tushunishingiz kerak. Agar oldi sotdi bo'lsa, pul qanday berilishi, qachon berilishi, hisob-kitob qanday tasdiqlanishi aniq bo'lishi kerak. Notarius oldida ham savol berishga haqqingiz bor. Men bu banni tushunmadim. Tushuntirib bering deyishdan tortinmang. 5-nozik yat qarindoshlar bilan bog'liq hujjatlar. Notanish odamdan ko'ra ba'zan yaqin odamga imzo qo'yib berish xavfliroq bo'lishi mumkin. Chunki yaqin odamga ko'proq ishonamiz. Masalan, nabira telefon olib beraman deb buvisining nomiga muddatli to'lov rasmiylashtiradi. Oyiga 400 ming so'mdan to'lanadi. Lekin nabira 2 oy to'lab, keyin to'lamaydi. Pensionerning kartasidan ushlab qo'linadi yoki qarzdorlik chiqadi. Yoki farzand uyingizni vaqtincha mening nomimga o'tkazib turaylik deydi. Qonunda vaqtincha hadya degan oddiy tushuncha yo'q. Mulk o'tdimi, keyin qaytarish alohida hujjat va alohida rozilik talab qiladi. 6-jihat pensiyangiz to'xtaydi deb qo'rqitish. Rasmiy idoralar sizga qonuniy asos bilan yozma xabar beradi. Hujjat so'rasa nima uchun so'rayotganini tushuntiradi. Ko'chada, telefonda yoki uyga kelib imzo qo'ymasangiz pensiyangiz yopiladi deyishsa bu shubhali. Pensiyani to'xtatish yoki qayta ko'rib chiqishning aniq tartiblari bor. Sizdan imzo olish uchun qo'rqitsa, demak ular sizni o'ylantirmasdan harakat qildirmoqchi. 7-jihat til masalasi. Agar hujjat rus tilida yoki siz yaxshi tushunmaydigan yuridik tilda yozilgan bo'lsa, mayli, hamma shunday imzo qo'yadi demang. Tushunmagan hujjatga imzo qo'yish ko'zingizni yumib kelishuvga kirishish bilan barobar. Tarjima qilishni, sodda tilda tushuntirishni so'rang. Kerak bo'lsa, farzandingiz, ishonchli qo'shningiz, yurist yoki mahalla mas'uli bilan birga o'qing. Hujjatni uyga olib ketib maslahatlashish imkoniyati bo'lsa, albatta foydalaning. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. 1-qadam, har qanday hujjatni imzolashdan oldin uning nomini o'qing. Yuqorisida nima deb yozilgan? Arizami, shartnomami, tilxatmi, ishonchnoma, rozilik xatimi? Dalolatnomami? Shartnoma, ishonchnoma, tilxat va rozilik xati eng ehtiyotkorlik bilan o'qiladigan hujjatlar. Chunki ular sizga majburiyat yuklashi yoki huquqingizdan voz kechishingizga olib kelishi mumkin. 2-qadam. 3ta savolni bering. Men nimaga rozilik beryapman? Bu hujjatdan keyin kim qanday huquqqa ega bo'ladi? Men keyin fikrimdan qayta olamanmi? Agar bu savollarga aniq javob bo'lmasa, imzo qo'ymang. Keyin tushuntiramiz javob emas. Hamma shunday qilyapti javob emas. Sizga foyda bo'ladi ham javob emas. Hujjatning oqibati qog'ozda aniq bo'lishi kerak. 3-qadam, pul, mulk yoki bank kartasi bilan bog'liq bo'lsa, albatta nusxa oling. Hujjatning bir nusxasi sizda qolishi kerak. Agar nusxa berilmaydi deyishsa, bu shubhali. Rasmiy hujjatning nusxasi bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa telefoningizda rasmga olib qo'ying. Lekin eng yaxshisi imzolangan nusxa. Agar hujjat elektron bo'lsa, SMS, shartnoma raqami, tashkilot nomi va sana saqlansin. 4-qadam. Bo'sh joylarni tekshiring. Summa, sana, ism, familiya, manzil, majburiyat bo'sh qolmasin. Agar bo'sh joy bo'lsa, to'ldirilmaguncha imzo qo'ymang. Agar sizga bu yerini keyin yozamiz deysa, hujjatni qaytaring. Hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Hatto uni sizga eng yaqin odam olib kelgan bo'lsa ham. Bo'sh qog'ozdagi imzo keyin istalgan mazmun ostiga qo'yilgandek ko'rinishi mumkin. 5-qadam. Shubha bo'lsa vaqt so'rang. Men hozir imzo qo'ymayman, o'qib chiqaman, maslahatlashaman deyish sizning to'liq huquqingiz. Halol odam bundan ranjimaydi. Firibgar esa aynan shunda asabiylashadi, shoshiradi, bosim qiladi. Demak, uning niyati yaxshi emasligi yanada ayon bo'ladi. 6-qadam. Qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya va nafaqa masalasida tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy yordam masalasida ijtimoiy himoya organlariga, bank kartasi va kredit masalasida bevosita bankingizning rasmiy filialiga boring. Notanish telefon raqamiga emas, rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Davlat xizmatlari bo'yicha Davlat xizmatlari markaziga borib, hujjatning haqiqiyligini so'rashingiz mumkin. Mulk, hadya, vasiyat
Ishonchnoma masalasida notariusga boring. Lekin hujjat mazmunini tushunmaguncha imzo qo'ymang. Agar allaqachon aldangan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga ariza bering. Bank kartangizni darhol blok qildiring. Shartnoma nusxasini oling va yurist bilan maslahat qiling. 7-qadam. Hujjatga qo'l bilan yozib qo'yish mumkin bo'lgan himoya jumlalarini biling. Masalan, pulni olmagan bo'lsangiz, pulni olmadim deb yozmasdan turib imzo qo'ymang. Agar faqat tanish uchun imzo qo'yayotgan bo'lsangiz, hujjat bilan tanishdim, majburiyat olmayman degan mazmun aniq bo'lsin. Agar qisman pul olgan bo'lsangiz, aniq summa yozilsin. Faqat 2 million so'm oldim, qolgan summa olinmadi. Albatta bunday yozuvni ham vaziyatga qarab yurist bilan maslahatlashgan ma'qul, lekin asosiy tamoyil shuki, qog'oz haqiqatni aks ettirsin. 8-qadam. Oilada oldindan kelishuv qiling. Farzandlar ota-onasiga siz hech qachon bizsiz hujjatga imzo qo'ymang deb buyruq ohangida emas, mehr bilan tushuntirsin. Pensionerlar esa bolalarimni bezovta qilmay deb yashirmasin. Bitta telefon qo'ng'irog'i katta muammoni oldini oladi. Agar ota-onangiz yolg'iz yashasa, ularga bank SMS kodini aytmaslik, PIN kodini hech kimga bermaslik, kartani begona odamga tutqazmaslik, hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymaslik qoidalarini qayta-qayta eslatib turing. 9-qadam. Agar sizga uyga kelib hujjat tutishsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Rasmiy xodim bo'lsa guvohnomani ko'rsatsin, qaysi tashkilotdan kelganini aytsin, telefon raqamini bersin. Siz shu tashkilotga o'zingiz qo'ng'iroq qilib tekshiring. Hozir imzo kerak desa, rad eting. Uy sharoitida odam ko'proq bosim ostida qoladi. Ko'zoynagini to'pollanmasligi, hujjatni yaxshi o'qimasligi, mehmon oldida uyalishi mumkin. Firibgarlar bundan foydalanadi. 10-qadam. Eski hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport nusxalari, pensiya hujjatlari, bank shartnomalari, uy hujjatlari, merosga oid qog'ozlar, ishonchnomalar alohida papkada tursin. Qaysi ishonchnomani kimga berganingizni, muddati qachongacha ekanini biling. Agar oldin juda keng vakolatli ishonchnoma bergan bo'lsangiz va endi xavotirda bo'lsangiz, notarius orqali uni bekor qilish masalasini ko'rib chiqing. Bank kartangizdan shubhali yechimlar bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Kredit tarixingizni tekshirdirish ham foydali bo'lishi mumkin. Chunki ba'zida odam o'z nomiga qarz rasmiylashtirilganini kech biladi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Imzo qo'ymaslik qo'pollik emas. Bu ehtiyotkorlik, hujjatni o'qish ishonchsizlik emas. Bu huquqiy madaniyat. Savol berish uyat emas. Bu o'zingizni himoya qilish. Siz butun umr mehnat qilib pensiyaga chiqqansiz. Topganingiz, uyingiz, pensiyangiz va tinchligingizni asrashga haqqingiz bor. Hech kim sizni shoshirishga, qo'rqitishga, tushunmagan narsangizga imzo qo'ydirishga haqli emas. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensionerlar mazmunni tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa qarz, ishonchnoma, hadya, uy-joy, bank kartasi pulni oldim, davoyim yo'q. Ro'ziman degan so'zlar bo'lsa, 2 barobar ehtiyot bo'ling. Hujjatni o'qing, nusxa oling. Yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Rasmiy idoradan tekshiring va faqat shundan keyin qaror qiling. Agar bu mavzu sizga tanish bo'lsa, izohlarda yozing. Siz yoki tanishingiz shunday holatga duch kelganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ogohlantirishni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiyadagi yaqinlaringizga albatta yetkazing.